O'zbekistonda tashqi fasadga ham, ichki fasadga ham yangiligimiz bo'ladi. Buni zo'r tomoni mana bunda abo'ylarni bemalol endi irg'itib olsangiz bo'laveradi. Buni o'rniga ham ishlatsangiz bo'ladi. Travertinni ustidan, travertin tagidan ham ishlatsangiz bo'laveradi. Eng qizig'i bunimiz do'stlar super mo'yshi bo'ladi. Mana uyning ichida ham, tashqarida bo'lasimi, loy-poy tegandan keyin shunday olamiz suvda. Bitta yengil qilib turib, bitta sachib olsa ketadigandan bo'ladi. Hozir yaxshilab ichiga ishqalab olganim uchun bo'layapti. Aytganimdek, bu super mo'shi bo'ladi. Xolasalar ham bu, ya'ni обычный fasoni bo'ladi. Xolasalar ham toshligi bo'ladi. Mana shu uyimizga akalarimiz uylari, ya'ni showroomda uylariga qilib berishdi. Hozir men yerda ahamiyat bersanlar, travertin yonida mana shunaqa atachentodan akalarimiz chiroyli qilib chiqarib berishdi. Patologlarga ham qilishgan, eng qizig'i uyning ichiga kiradigan bo'lsa, do'stlar, buni ham tevasiga qilishgan. Ahamiyat bersanlar, ko'pchilik abo'y yopishtiradi. Buni yaxshi tomoni do'stlar, abo'ydan nisbatan arzon tushadi, lekin garantiyasini 10 yil, 15 yil ham bemalol berishaverar ekan akalarimiz. Kerak bo'lsa 20 yil ham berilaveradi, lekin bu sizga bog'liq bo'ladi. Endi to'liq ma'lumotni akamizdan olamiz. Assalomu alaykum. Mahmudjon, charchamaysizlar, yaxshimi? Xudoga shukr, zo'r rahmat. Ko'pchilik taniydi, ya'ni Mahmudjon Rozijonov, bloger ukamiz, o'zlari shunaqa biznes boshlashibdi. Haligi yolg'on gapirish kerak yo'q. Aniq foydasi yo'qmi, bo'ladimi, shuni ayting. Keyin ko'pchilik aytardi, nimaga biznes zo'r bo'lsa, o'zlaring qilmaysizlar derdi. Mana qilyapmiz. Qilyapmiz, mana Xudo xohlasa. Mikrofonni bitta qarab olay, yonib aka. Chotki, xo'p, Mahmudjon birinchi bo'lib tanishtirsa, bu biznesni boshlab kuniga necha pul foyda ko'rsa bo'ladi, o'shalarni to'liq birma-bir. Xo'p, aka, xo'p, tanishtirib o'taman. Bu обычный oddiy holati, mana xohlasangiz mana bunaqa devorga silliq oddiy bajim ustadaqa bersangiz bo'ladi. Bu endi hali o'zingizning instrumentingizga qarab, mana ko'rgan bo'lsangiz, bu har xil yo'nalishda gullab berilgan. Bu ham ustani fantaziyasiga, ustani instrumentiga qarab bo'ladi. Endi mana bu qumli varianti. Aka, yondan ko'rsangiz, mana qumi bor, aka. Mana qumli. Bu hozircha bizda ikki xil varianti. Endi xohlasa aka fosforli varianti bor, ya'ni kechqurun yonadi. Uni ham talab asosida zakazga yasab berilaveradi, qilib berilaveradi. Xo'p, endi aka daromadiga keladigan bo'lsa, haqiqatdan kimdirlar $1000 topadi, kimdirlar $10,000 topadi. Hammani o'ziga bog'liq bo'ladi. Lekin hammani ishlashiga qarab. Yaxshi ishlasa, aka biz o'tgan safar hisob-kitob qilganimizda yaxshi ishlashi ham shart emas. 20 kilo sotsa bo'lmadi deganda $50 foyda qiladi. Ya'ni u bir kunda kerak bo'lsa 100 kilo ham qiladiganlar bor. Endi aka odamning obyomiga qarab, hamma ishda sotuvga bog'liq. Sotuvni zo'r qilsa, hali qo'polg'ina aytganda ko'rpaning ichidan tur dedi-yu, Tayson ko'rpaning ichidan turib aka chiqib do'konlar bilan gaplashib, hamkorlik qilib, tovarlarni o'tkazib aka 100 kilo, 200 kilo obyomga chiqib olsa, bu ishdimi? Biz 10 ta do'kon ushlasa, o'zi 20 kilodan olsa, normalniy tovar oladi aka. Zo'r. Hozir mana Mahmudjon aytdi, bu uyning ichi fasadiga ham bo'laveradi. Tashqi fasadga ham aytib aytganimiz super mo'shi, haqiqatan bunday shosalarni sizlarga qanaqa qilib aytsam bo'ladi? Tipali kraskaga o'xshagan narsa. Shundan baquvvat narsa bo'ladi. Fosforlisi ham, bilesga ham ahamiyat bersalar, biroz hali salqin tushgan joyi boshqacharoq, obto tushgan joyi boshqacharoq ko'rinadi. Hali travertinga umuman salqinga olib tursak boshqacha ko'rinadi. Boshqacha ko'rinish. Boshqacha ko'rinadi, xudo xolasa. Aytganimizda uylari ham mana ahamiyat bersalar, travertin ekan, xuddi shuni mahsulotini olib turib, tevasidan qilib olsa ham bo'laveradi. Travertinchi akalarimizga ham yaxshi narsa bu. Olib turib, ya'ni laktonniga ishlatsa bo'laveradi. Jemshuk hamda laktonniga ishlatishyapti. Обычный holatida olib turib surka orishyapti. Blesk chiroyli bo'lyapti, o'ta chiroyli yaltillayapti. Kerak bo'lsa travertinning ustidan buni qilib yorayotganlar ham bo'lyapti. Uyni ichiga, uyni tashqisiga hamma patologik gipsokardon bo'lgan patologik joylarga ham aka qilishsa bo'laveradi aka. Bo'laveradi, xudo xolasa. Buni 1 kilosi deyapsiz-ku. 1 kilosi qanchaga yetadi? Necha kvadrat chiqadi? Xo'p, endi aka buni turiga qarab. Mana misol uchun buni 1 kilosi 4 kvadratga yetadi. Toshlaydi. Qumlaydi. Endi buni bizning tajribamizda bo'lgani kerak bo'lsa 8 kvadratgacha yetgan xonasi bo'lgan. Ishlatishiga qarab. Endi devoriga qarab, holatiga qarab bo'ladi. Biz 6 kvadrat, 7 kvadratga 1 kilosi yetadi. Xudo xohlasa. Buni rangi o'chmaydimi deyshadi. Xo'p, bu rangi tartibi qanaqa bo'ladiki, aka? Mana endi hozir biz metda sizga ko'rsatib beraylik. Biz zakazga обычный holatda tayyorlab beraveramiz. Bu обычный holati.
oddiy Обычный holati. holati. Mana endi mana sizga bunaqa o'zimizni instrumentlarimiz ana aka. Обычный holat. Shunaqa Zamonaviy qoshiqladi. Ha, bu aka qoshiq boshqachasidan. Xudo xohlasa. Endi maxsus o'zini anaqa kullerlari bo'ladi. Har xil ranglari bo'ladi. Olib o'zlari xohlagan ranglarni chiqarib olsa bo'ladi. Aralashtirib. Endi mabodo oldimizga kelib turib, Mahmudjon, biz buni qo'shib chiqarmaymiz, chiqarishni bilmaymiz. Bizga misol uchun mana bunaqa dollar rangmi, o'shaqa deyishadi. Ana shunaqa rang chiqarib bering deysa, bu yerda o'sha mahsulotlarni olib, o'sha aytgan ranglarni ham chiqarib beraveramiz. Ular uchun yo'llariga yurilaveradi. Yo'q bo'lmasa, endi o'zi kelib ko'rmasa, video orqali ko'rganda balkim o'zi xohlagan rang chiqmasligi mumkin. Xolasiz mana bittasiga rangini chiqarib berishadi. Bo'ldi, bitta chiqarib beringlar. Shunga. Bu keyin oddiy kunlar emas, do'stlar. Ahamiyat berib Bu oddiy bozorning kunlari emas. Bozorning kunlari emas. Xudo xolasa. Qancha quyaylik mana. Hozir bu yerda mutaxassisimiz bor. 3 tomchi, 3 tomchi qani? Hop, qani? 1 2 3. Bo'ldimi? Yetadi. Xudo xolasa. Qani endi ko'ramiz. Bu o'zi oq. Endi cho'payda aralashtiramiz. Mana do'stlar. Rangni ko'ryapsizlar. Bu hozir dollar svet bo'lib qoladi shekilli. Tagi shunga qarab ketyapti. Shu dollar svet, ya'ni oqqa yashil aralash chiqadi. Mana do'stlar, dollar svetga yaqinladi. Endi ko'proq qo'shsalar, o'sha yashil o'zini nimasini beraveradi. Ali aralashtirib xohlagan ranglarni chiqarishaveradi aka. Birga bir qilib, misol uchun uyini bir qanaqadir aboy narsaga mosliymansa, misol uchun 12 xil svet bor, 12 xil svetdan xohlaganingizni chiqarsangiz bo'laveradi. 2 xil 3 xil svetni bitta qilsa bo'ladi. Endi hozir bu kichkinaga aka mikser sololmaydi, o'shaning uchun men hali o'zbekcha variantimizda qo'yaveraman. Mana aka endi ko'rgan bo'lsangiz, bu rang boshqacha. Boshqacha. Bu ham o'zi mashindan chiqqan, Bu ham shundan chiqqan, lekin bu siz boshqacharoq qo'shganingiz hisobiga shunaqa bo'lyapti. Boshqacharoq qo'shilgan. Zo'r. Keyin Mahmudjon qarang, buni hidi ham jicha boshqacharoq ekan. Aka, buni aromati bo'ladi, hidi. Hozir to'g'risi aka oddiy misol bu kerak bo'lsa, обычный holatida aka qo'shmay qo'yaveradi. Kraskaga ham nam beradi. Hidi bor, hali bu boshda ortib qo'yadi. Buniki unaqa emas ekanda. Chunki biz bunga aka aromatini solamiz. Tahidan qo'shsa bo'ladi. Hidini qo'shamiz. O'zini hidini ham qo'shamiz. Keyin yana bitta narsaki, aka mana hozir endi metdan sizga misol qilib ko'rsataylik. Betan pashti o'zimizning xonadon bo'lgan. Mana bu devorlar 2 sloy, pataloq 3 sloy qilingan aka. Ya'ni buni endi hamma narsaning kuchi bo'ladi, rangni olish ashna narsalari bo'ladi. Bir sloyda chiqqan narsalar. Bir sloyda. Xudo xolasa sifatiga aka boshqasiga hali biz narxidan qisilmagan aka. Sifat uchun ishlangan. Sifat uchun ishlangan. Zo'r. Bozorda aka bizga qimmatroq. Teng baravar qimmatdan. Sifat o'shalar bilan ham sifatini solishtirishaveradi. Bemalol sifatini solishtirishaveradi. Xudo xolasa bizga hech orqada qolib ketmaydi aka. Ya'ni narx arzon, sifat yuqori. Narx arzon, sifat yuqori. O'zimiz ishlab chiqaramiz aka. Sizga mana o'zingiz aromatini ham oldida turib aytasiz aka, hidlarini ham hamma yo'qni ayamasdan qo'shiladi. Qisilmaydi. Xudo xolasa zakaz qilishsa, bir o'zlari foydalanishsa, chiroyli qilib beramiz. Endi buni ham avvalo ustasiga bog'liq aka. Ustasi yaxshi bo'lishi kerak. Bizning mahsulotni zo'r qilib bersa ham, ustasi zo'r chiroyli qilib ochib bera olmasa, unda hali foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Ustasini o'zini ishini ustacha topshirishlarini tavsiya qilamiz. Xudo xolasa. Xo'p, buni kilosini hech puldan. Xo'p, endi aka qumli rang mana atachin to'yimiz. Xo'p, buni aka 1 kilosini $11 dan qilib beramiz. Qumligini. Qumligini. Endi buni $8 dan qilib beramiz. $8. Bu обычный deyiladi. Обычный, oddiysi. Oddiy mana bunaqa silliq qilsa ham bo'ladi. Instrumentiga qarab, ideyasi, fantaziyasiga qarab xohlagan gulni chiqarsa bo'ladi. Bo'laveradi. Xo'p, bu nima? Kilosini o'zi usta haqqi. 1 kilos. Usta haqqisiz. Usta haqqisiz. Usta haqqi necha pul bo'ladi? Uyga qildirmoqchi bo'lganda. Usta haqqisi endi aka ustani tajribasiga qarabda. Kimdirlar 50 mingdan ham qilib berishi mumkin. Lekin o'zini haqiqiy ustalari 80 ming, yoki 100 minggacha qiladiganlar. Demak 50 bilan 100 orasida. 50 bilan 100 orasida. Buni ham shunaqaki aka gul chiqaradigan joylari bor, qo'l ushlaydigan joylari bor. Shunaqa xonasiga qarab. Keyin hozir lipkalar moda bo'lgan mana bunaqa aka.
mana shu To'g'ri. litkalariga qarab, ishiga qarab ustalar olib qilishadi. Xudo xohlasa, zo'r. Xudo xohlasa. Endi aka yana bitta narsa bor. Mana shu biznesni boshlab O'rgan. daromad qilaman, o'zini viloyatiga olib boraman deganlar. Xo'p. Yana bundan oldin aytib ber aka, fosforlikni ko'pchilik so'raydi. Zakazga akalar fosforlikni ham qilib beraveramiz. Summasi o'sha kelishilgan holatda? Uni summasini aloqaga chiqsa kelishamiz. Yana bitta narsa, katta ob'yomga ishlayman, do'konga olaman deganlar, akalar aloqaga chiqinglar. Kelishsin, ko'rishsin, sifatini ko'rishsin, o'zlariga ma'qul keladi. Mendan ma'qul kelmay ketishmaydi, xudo xolasa. Narxini ham kelishiladi. Aka ob'yomga narxini ham kelishtirib beramiz. Kelishtirib bo'ladi. Xo'p, bu biznesda necha kunda o'rgansa bo'ladi, necha pul bilan o'rgansa bo'ladi? Xo'p, aka bu biznesda endi avvalo odamlar shunaqaki pulni to'lab kelib ketmasliklarini tavsiya qilamiz. Kelib noliga olib o'rganinglar, ko'chiringlar. Har bitta nuqta verguligacha iloji bo'lsa yozib ketinglar. To'g'ri. Aka yaxshi harakat qilsa 1 kunda o'rganib ketsa bo'ladi. Bo'lmasa 2 kun, 3 kun. Xudo xolasa, kelishadigan bo'lsa aka yotoq sharoitlarimiz, yeb ichar ovqatlari aka xudo xolasa o'zimizning nomimizdan bo'ladi. Bo'ladi. Bir tiyin pul to'lashmaydi ularga. $500 mana shu atacentoni ishlab chiqarishni o'rgatamiz. O'rgatamiz, xudo xolasa. Mana shu videomizni ko'rayotganlar, Surxondaryo, Qashqadaryo, O'zbekistonning 12 ta viloyatdan aloqaga chiqaverasiz. Xudo xolasa. Muammo yo'q. Qo'shni davlatlardan ham aloqaga chiqib olib boringlar. Bu yangilik bo'ladi. Endi yangilik bo'lib kirib bo'lgan ko'p joyga, lekin sizlar narxini arzonligi bilan yangilik bilan kirasizlar. Narxi arzon bo'lib, sifati o'rtacha emas akalar. Sifatni ham xudo xolasa behijolat. Zo'r, xudo xolasa. Akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik, iloji boricha harakat qildik, ya'ni sizlarga qisqaroq, soddaroq, dangaroq qilishga harakat qildik. Pastdagi nomerlarga aloqa qilishsin, to'liq ma'lumotni ukamiz berishadi. Sog' bo'linglar, salom. Sog' bo'linglar.